material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Men 100 ta aholi bilan bir blok o'yinini o'ynamoqchiman. Qani boshladik. Xo'sh do'stlar, sizlar o'yin o'ynashga tayyormisizlar? Biz boshlaguncha sizlar kanalga obuna bo'lib qo'ying. Nega hamma meni ustimga chiqib olgan? Nima uchun bu o'yinda bosh rolni men o'ynashim kerak? Ovozingni o'chir, o'yin boshlandi. Bu cho'chqami? Men seni nomingni. Bu yerda cho'chqa nima qilyapti o'zi? Bu cho'chqani bu yerdan olib tashlang. Nega faqat qurilish bo'yicha men ishlashim kerak? Mana bu qolgan 99 ta aholi nima qiladi? La'nati, mana deyarli tugatay deb qolibsan. Bu yerda faqat men ishlayapman. Qolgan mana bularni bu yerdan yo'qotish kerak. Xo'sh, qana bir tekshiraylikchi? Hammasi yonimga tegdi. Qiziqarli voqea ham bo'lmayapti. Bezmiya seni bu yerga kim taklif qildi? Janob, chegirmadan foydalanib qoling. Kerak emas menga chegirma. Yangi yil seriya qachon chiqadi? Yangi yil seriyasi yangi yilda chiqadi. Qara hammang bir bo'lib menga bir qishloq qurib berlaring. Xush kelibsiz bir blok cityga. La'nati, bu yana nima balo bo'ldi? Men bularga oddiygina qishloq quring degan edim. Va nihoyat men o'zimga yangi ko'zoynak sotib oldim. Nima sotib oldim deydi? Xush kelibsiz janob, qanday yordam berishim mumkin? Menga aholining niqobidan kerak. Xo'p, bilan janob, narxi 1000 ta zumrad. Nima, isqirt niqob uchun 1000 ta zumrad? Balkim kelishib olarmiz, haligi bepul deganlariday. Nima desam ekan? Mayli, siz uchun ajoyib bir taklif bor. Xo'sh, qanday taklif? Tushunmadim. Balkim boshqa yo'li bordir. La'nati, padaringga la'nat, seni ko'karmay o'l. Bunaqalarni o'zi bir joyga to'plab yoqib tashlash kerak. Nima bular buncha katta shahar qurib tashlashgan? Endi qayerga boraman? Tushunmadim, nimaning tovushi kelyapti? Qaranglar, axir bu super azamchi-ku. Tushunmadim, super azamchi? Men barchangizni xavfdan qutqarish uchun keldim. Tushunmadim, nima qilyapti u? Super azamcha qayerga qo'yib bo'ldi? Qo'yli, ular hattoki hayvonot bog'i ham qurishibdi. Qiziq, nimalari bor ekan? Bu yerda lamalar bor ekan. Xo'sh, yana nimalari bor ekan? Hayvonot bog'ida yovvoyi mushuk nima qilib yuribdi? U yerda nima hamma to'planib olgan? Axir bu bola-ku. Xavotir olma kichkintoy, men seni o'zim qutqaraman. Xo'sh, kimda qanday reja bor? Buni o'zimga qo'yib bering, men kichkintoyni o'zim qutqaraman. Nima bo'ldi? Sizlar pandadan xavotir olyapsizlar deb o'ylabman. Mayli, xohlasangiz pandani ham qutqaramiz. La'nati, axir biz pandadan xavotir olayotgan edik. Nima, pandadan deysanmi? Mayli, men hozir kelaman. Jin ursin, men o'ylabmanki, boladan xavotir olishyapti deb. Tushunmadim, siz tasqaralar kim bo'ldingiz? Biz muttaham o'g'rilarmiz. Shunday. Biz bank nomeri uchun reja tuzyapmiz. Nima, qanday haddingiz sig'di bank nomerisiga? Kuppa kunduzi. Bunga men yo'l qo'ymayman. 60 ga 40 ishlaymiz. Qani ortimdan. Hech kim joydan qimirlamasin. Qimirlaganlar uxlab qaytib uyg'onmaydi. Siz tasqaralar o'ng tomonga boring, men chap tomonga boraman. Qani bizga borini chiqar, borini deyapman. Nima, quloqing karmi? Borini chiqar deyapti. Cho'ntagingning ichidagini ham chiqar. Mayli, men borini chiqaraman, faqat mana bu miltig'ingizni to'pchog'imdan oldidan oling, o'chirib bilmayapman. Bo'ldi, bu yerdan suramiz, musurlar kelmasdan oldin. Yashavoringlar, bugungi ov yaxshi bo'ldi. Xo'sh, bugun qancha ishladik? Biz bugun 1.200.000 ishladik. Ajoyib. La'nati, mana endi bu shaharning eng boyvuchchasi bo'ldim. Hurmatli bir blok cityning aholisi, sizlarga shuni ma'lum qilamanki, biz tungi klub ochdik. Bu klub ochilganligi munosabati bilan men barchangizga o'z hisobimdan haq beraman. Keyin esa ertasi kuni oyligingizdan ushlab qolaman. Bu boshliq boshida xursand qilar ekan, lekin oxirida yig'latar ekan. Yeveli. Ecstasy.
Ha, mana buni dam olish desa bo'ladi. Iye, bezmiya, seni kim kiritdi bu yerga? Tushunmadim, o'ldirishdi deysanmi? Bo'ldi, boshqa gapirma, men seni tushundim. Darhol yo'lga tushaman. Qani bo'lmasam, olg'a. Seni rejalaring shu yerda tugaydi, Grox. Xo'sh, qani yangiliklarni ko'raylikchi, Minecraftda nima gap? Biz mudhish voqea sodir etilgan joyda turibmiz. Bugungi yangiliklarni kuzatib boring. Mikrofonlar qarshisi oldida Berdimurod To'xtamurodov. Vahshiy qotillik yuz bergan, hozirda buni aniqlashtiryapmiz. Kameralar tasviriga tushib qolgan aholi. Uning ortida qandaydir bir bachchag'ar boryapti. Bu bachchag'ar oddiy aholini orqasidan borib, uni suvga yetargan. Hozircha video tasvirlarda mana shular tushib qolgan. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan mikrofon qarshisi oldida Berdimurod To'xtamurodov. U o'zi tuzalib ketadimi? O'lgan u. Qani bu yoqqa kel, sen bilan bir narsani aniqlab olishimiz kerak. Hayvonot bog'ida nima qilyapmiz o'zi? Qani yuraver, biz bir narsaga oydinlik kirgizib olishimiz kerak. Bu yerga begonalarning E'tibor bermang, u yaxshi xizmat qilmagan ekan. La'nat yey. Buning burni qayerda? Mana shuning uchun aytishadi, har yerga burningni suqmagin deb. Men bilmayman, lekin men bu yerda nima qilyapman o'zi? Hurmatli aholilar, sizlarni bu yerga yig'ishimdan maqsad kecha tunda nima bo'lganini kim ko'rgan? O, bezmiya, birinchi bo'lmasam sendan boshlaymiz. Qani la'nati, zudlik bilan meni xonamga chiqqin. Xo'sh, bezmiya, kecha tunda nima bo'lganini menga yotig'i bilan tushuntir. Axir kecha menga kimnidir o'ldirib ketishgan deb aytgan eding-ku. Nima, seni kecha qorning og'rigan edimi? Oldinga tushay seni. Iya, tushunmadim, bunisi kim bo'ldi? Qabul tugadi, ertaga kelasiz. La'nat yey. Qo'riqchilar, olib chiqib tashlanglar bu qanday. Xo'sh, Boltavoy, senga muhim maxfiy topshirig'im bor. Sen qo'rqma, u bachchag'arni ko'rishim bilan boshidan darcha ochaman. Hammasi oddiy. Uni ko'rishim bilan onasini uch qorg'ondan ko'rsataman. Opa, men uni ko'ryapman. Mana endi o'ldim deyaver, bachchag'ar. La'nati, u Boltavoyni o'ldirdimi? Oy, bachchag'ar, shoshma. Mana endi o'ldim deyaver. Xo'sh, qaysi eshikka kirib ketdi? Menimcha mana bu eshik bo'lsa kerak. qaysi biri tualetga chiqsang nafas olamaydi-ku. Tushunmadim, o'zim orqamdan o'zim qidirib yuribmanmi, nima balo? Nima hammang orqamdan yuribsan? Uraman o'lasan hozir. Shoshma la'nati, bo'lmasam otaman. Xo'sh, seni kim yo'llagan? Meni. Bo'ldi, kech qolding. Gapirgan vaqtimga tezroq javob berishing kerak edi. Tashakkur sizga Yulduz Usmon. Biz muttaham bachchag'arni hibsga oldik. Qadrli aholilar, sizlarga shuni ma'lum qilamanki, bemalol yashashingiz mumkin. Hech qanday o'g'ri muttahamlar bo'lmaydi. Men barchangizni yaxshi ko'raman. Yulduz Usmon janoblari, meni xonamga issiqqina kofe kirgizing. Ko'p bilan janob. Bugungi qilgan ishing uchun men seni taqdirlamoqchiman. Sizga xizmat qilganimdan xursandman, Yulduz Usmon janoblari. Bugungi qilgan razilliklaring uchun men seni taqdirlamoqchiman. Mana bularni ushla. Lekin esingda tursin, bular haqida hech kim bilmasligi kerak. Barchasi bosti bo'lgandan so'ng men seni bu yerdan ozod qilaman.